Burun zamanda var idi de yetim gine üsken bir yigit. Bu yigit aş idi, to'q idi, yalang'och idi. Var idi de bu yigitning iki uyi. Onun birisi kishiniki, ikkinchisi ko'rshiniki de. Uyning mishi Galanskiy, uy tubasi Salamskiy. Salam bilan muklangan, muk bilan tiratgan edi de. Onun uyi. Günlerden bir kunni mana shusha yigit ish izlarga deb shitga chiqib keta. Kun keta bu, tun keta. Shulay bora turg'ach borib jeta bu ochliq shashib yuri turgan bir kishi yonina. Yigit ayta: "Ishlaring o'ng bo'lsin, o'ng'ishlaring mo'l bo'lsin, obzi kishi." "Shulay bo'lsin, o'g'lim", deydi kishi. Ochliq shashushi yo'lchi yigitdan so'rasha boshlaydi. "Qayon kelasing? Qay yerlarga borasan?" Yigit: "Ish izlarga chiqdim, obzi kishi." Shundan so'ng ochliq shashushi kishi aytdi: "Yarar yigit. Ish kishisining ishda, yo'l kishisining yo'lda bo'luvi yaxshi. O'ylana borsang yo'ling qisqaroq bo'lar. Men senga bir-ikki hikmatli so'z aytayim. Javobin o'ylab topa olsang, kelib aytirsin", di. "Yarar obzi", deydi yigit. "Aytib qara." Tigi kishi tubalini osib ochliq shasharga tutinar. Uch tutirib ochliq oladi, shashib jibara. "Mana bir topqir shashdim. Bo'lsa burishimni to'larga bo'lar." Ikkinchi martaba sibib jibaradi. "Mana bunisi burishqa berib turuvim." Shundan uchinchi topqir shashib jibaradi. "Bunisi qadrli qo'noqlarim uchun." Yigit o'yga qolar. "Bu narsa bo'lar ekan." "Yarar obzi", deydi yigit. "Sen menga birozgina o'ylarga ber." "O'yla, o'g'lim", deydi shashushi obzi. Shulay deydi bu kishi ochlig'in shashib ketadi. Uzoqda o'tmay, aylanib kelib jeta yigit yonina. "Ya, nihal o'g'lim, biror narsa chiqami?" "Obzi kishi", deydi yigit. "Sening so'ng ota-onalaring bormi?" "Bor." "Sen yosh vaqtda ular seni tarbiyalagandir bit?" "Tarbiyaladilar." "Olaysa, birinchi shashkaning ularni tarbiyalash uchun bo'ldi." "Durust aytasan, o'g'lim. Birinchisin shulay burishimni to'lar uchun shashdim." "Obzi, sening bolalaring bormi?" "Bor." "Olay bo'lg'ach, ikkinchi topqir shashkaning shindan da burishqa berib turib bo'lar. Hozirga sen bolalaringni tarbiyalaysan, oshatasan, ishirtasan, ular senga burishli bo'lib qolalar." "Bo'lsa-da bek durust aytding." "Obzi, sening qizlaring bormi?" "Bor." "Ular sening qadrli qo'noqlaring kabikkina bi. O'sib jitu bilan sendan ketashaklar", deydi yigit. "Uchinchi topqir shashkaning ana shul qadrli qo'noqlaring uchun bo'ldi." "Bek durust aytasan. Topqir yigit ekansan. Bu zirakliging bilan yiroq ketarsan sen", deb ochliq shashushi kishi yigitni bek maqtadi. Ham unga fotihasan berdi.